Samarqandda dunyo top mingtaligiga kiradigan yangi ta'lim muassasasi qad ko'tarmoqda. Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'zbekistondagi ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi Toshkent Kimyo xalqaro universiteti talabalarga sifatli ta'lim xizmatini ko'rsatish, malakali kadrlarni yetishtirish hamda ilmiy salohiyati balandligi bilan dunyo top mingtaligiga kiruvchi oliygohlar ro'yxatidan joy olishni o'z oldiga maqsad qilgan. Ayni paytda esa biz ushbu universitetning Samarqand kampusi qurilish jarayonidamiz. Ko'rganda ko'zni quvontiradigan Garvard, Oksford hamda Westminster universitetlari endi orzu emas, chunki undan umuman qolishmaydigan oliygoh Samarqandda qad ko'tarmoqda. Zamonaviy binoda dunyo standartlari asosida ta'lim olishni istaydigan barcha abituriyentlarni oliygohimizda o'qishga taklif qilamiz. Yana bir muhim ma'lumot: bu universitetda nafaqat o'zbekistonlik, balki xorijiy talabalar ham tahsil olishadi. Yuqori marralarni ko'zlaydigan yoshlarga katta maqsad tomon dadil odimlaydigan oliygohda o'qish yarashadi. Agar siz biz ta'riflagan yoshlar qatorida bo'lsangiz, sizni Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filialida kutamiz. Darvoqe, ushbu qurilish ishlari yakunlangunga qadar bizning manzilimiz Samarqand shahri Habib Abdullayev ko'chasi 63-uy. Qabulda ko'rishguncha